Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiyede size kacırız, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslaq 2023 yıl 12. ayının 30. günü. Heptiga şembe vatandaş. Yok. Şundak mı? Heptiga şembe. Bugün sizlerge sözdeydiğin leksiyelerde evvel mındak aldın. Mezmunu bilen sizlerine bir haberdar kılaylı. Tünü günlerden etqanda sizlerge sözdeydiğin leksiyelerde mesela Germaniya, Avrupa İttifaqında karar kıldı. Ukraynaga setip berildiği yardım kılıdığan harbiy kural yarakların en ahırkısı dedi. Dedi tünü günlerden anda Amerika Koşmuş Ştatları mesela 27. günümü en ahırkı bir Türk'ün harbiy kural yarakını Ukraynaga yardım kılıp berip, yani bunun keyingisini Amerika Devlet Meclisi bir taraf kıldı yoki karar kıldı, kelişim bilen hal kıldı degan edik. Şu aralıkta 29. günü deyli, bu işler 27-28. günü yüz bergen bolsam 29. günü Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin bütün Ukraynaga zor kölemlik. Mesela 2022 ayının 24. günü Ukrayna tecavüz kılıp kirgenden beri ki en zor kölemlik hücumunu kozgadı. Bunun özü bir gap vatandaş endi. Şunun bilen şu münasebetlen Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden Devlet Meclisiga haydakchilik qilib derhal hareket qilib Ukraynaga yardım beriladigan harbiy qurol yarog' masalasini hal qilishni talab qildi. Anda hozir janglarning nazarida Germaniya ham bunga qo'shildi. Ukraynaga yardım berishga harbiy qurol yarog' jihatdan. Bu ish shunday ketdi. Vatandaş ardın 24 saat o'tdi yoki o'tmadi. Mush aralıqda Ukrayna meselesi boyunca dünya jahon vaziyetinin mesela Ukrayna'nı qo'llash harbiy qurol yarog' berish jihatdagi pozitsiyasi mana mushu darajada o'zgardi vatandaşım. Endi bunu biz bir vaziyatning en keskin tarifi deb aytamiz. Endan keyin yana bir vaziyatning keskin tarifi hozir Jungoda nima ish bo'lyotdi deb savol qo'ysangiz, vatandaşım, yaqinda Jungo Kompartiyasi Devlet Mudofaa Ministerligiga Dong ismli bir kishini, yani Deniz Armiyasining bir generalini Devlet Mudofaa Ministerligiga tayinladi vatandaş. Şu tayinlash bilan birga Xalq vakillar qurultayining nomzod ya Xalq vakillar qurultayining a'zosi va yoki nima faxriy a'zosi degandek nomlar bilan Jungo Xalq vakillar qurultayi a'zo bo'lib turayotgan 9 nafar general. Bunun ichida 3 nafar general raketa qismlarining generali ekan, eliqi bir taraf qilingan raketa qismlarining qolgan 6'si qaraganda hozir Jungo harbiy ishlar sanoat tarmog'ining yoki bo'limining generallari ekan. 9 nafar generalni Xalq vakillar qurultayiga a'zoligidan elib tashlandi. Sababi nima? Buni bilgili bo'lmadi vatandash. Sababi to'g'riliq hech narsa demabdi, matbuotlarda hech qanday xabar yo'q bu to'g'rida. Yani bununla hayran kalırsınız qarang, bundaq hech qachon yuz bergan desangiz dunyoda. Ayni chog'da esingizda o vaqt tartibi isimdan chiqib qoldi. Germaniyalik bir yosh yigit planer klubining a'zosi bir planerni haydab, ya'ni aeroplanga o'xshash bir planerni haydab chegaralardan o'tib, sog' salomat o'tib Moskva Qizil maydonga qo'ndi. Moskva Qizil maydonga qo'ndi. Bu shu vaqtda dunyoda shiddatli bir vaziyatning yoki shiddatli bir xabarning obyektiga aylangan edi. Shuningdan keyin olishimizcha matbuotlarda tuyuq o'zi bevosita ko'rmadik. Şu vaqtda Gorbachev 20 nafar generalning amalida elib tashlagan. Xuddi shunga o'xshash bugun nim bo'ldi? Jungo Kompartiyasi 9 nafar generalni elib tashladi.
Avvalqı sözlegen tertipler boyunca nime Tashqi ishlar ministri Qin Gang, Davlat mudofaa ministri Li Shangfu, Wei Penghe, Zhang Yuxia, Darbiy ishlar komitetining muavin raisi Zhang Yuxia idi. Zhang Yuxiani davlat mudofaa ministrligiga ko'rsatmay, uning o'rniga Dong ismli bir general, Deniz armiya generalini davlat mudofaa ministrligiga chiqarish, hali 9 generalning amalidan elibdi nima? Generalni xalq vakillar qurultayidan qoldirish qatorliqmish alomatlarni qo'lingizga olib yoki tahlil qilib ko'rib boqgan bir davlat. Bir davlatning siyosiy hokimiyati yoki siyosiy hokimiyatning markaziy gruppasi qaysi kuniga tushib qoldi degan. Shu masalani o'tirib qo'yamiz vatandosh. Endi hozir yana deydiganimiz nima desangiz, vaziyatning ichidagi vaziyat. Balki biz bunga ko'ngil bo'ladigan vaziyat. Hozir nima desangiz, Yaponiya hökuməti O'rta Osiyoga kirib, Qozog'istonda 5 davlat qatnashgan yuqori darajalikli yig'ini o'tkazmoqchi bo'ldi. Masalan, O'rta Osiyodagi 5 davlatga Yaponiya o'zini qo'shganda bir qo'shilgan 6 davlat. Qozog'istonda O'rta Osiyoda yuqori darajalikli yig'ini o'tkazmoqchi bo'ldi. Alqishlang vatandosh. Tabriklaymiz buni vatandosh. Bunun arkadan yoki bunun avvalidan boshlangan ish nima edi? Esingizda bormi? Esingizda bo'lishi kerak vatandosh. 9-oyning 19-kuni bu yil Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida va yig'in oralig'ida O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan ko'rishdi. 5 davlat rahbarlari bilan yuqori darajaliklar suhbati o'tkazdi. Naq maydonda davlat ishlar kotibi Antony Blinken billa bo'ldi. Katta yig'in bo'ldi. Shu vaqtda prezident Joe Biden qanday siyosat o'tirib qo'ydi? Biri O'rta Osiyoning bexatarligi uchun mablag' solish. O'rta Osiyoning kon va boyliqlarini echish uchun mablag' solish. İki noktada şundak dedim mi? Meblag solish. O'rta Osiyodagi savdo tijorat ishlarida Amerikaning savdogarlarini O'rta Osiyoga kirishga rag'batlantirish. Gördünüzmü? 3. siyaset şu oldu mu? Demek ahırda andın prezident Joe Biden dedi ki ben vakit çıkarıp O'rta Osiyoni ziyorat qilaman, O'rta Osiyo davlatini ziyorat qilaman. Qalt siyaset edi vatandosh, ha? Qalt siyaset edi. Bu 9-oyning 19-kuni yuz berdi. 17 kundan keyin yana tuyuqsizlar Hamas İsrailga hujum qildi. Vatandoshim, mana dunyoning ishlari mana shunday bo'ldi ekan. Shuning bilan hisobda esa hozir prezident Joe Biden mush yilda hisoblaganda O'rta Osiyoni ziyorat qilishi kerak edi deb o'ylasak, endi bu yil O'rta Osiyoni ziyorat qila olmadi. Ki ümidimiz şu ki bir O'rta Osiyolik Uyg'ur millati sifatida ümidimiz şu ki prezident Joe Biden aldığımızdaki yil yetib keladigan 2024-yilida ham jiddiy saylamga qatnashib, ham O'rta Osiyoni ziyorat qiladiganligiga ishonchimiz komil vatandoshim. Dal mushundaq orqa ko'rinishda, masalan shu 9-oyda Yaponiyaning tashqi ishlar ministrlari O'rta Osiyo davlatlari bilan uchrashgan gap. Iroqdan aytgan 2004-yildan boshlab O'rta Osiyo bilan Yaponiya ministr darajaliklar suhbati, dialogi qurib kelgan, o'tkazib kelgan gap vatandosh. Shunday ketdimi? Endi buni shunday deyli. Bu yil biz sizga 11-oyning 8-kuni podshoh Charles Buckingham podshoh ordusida Uyg'urning qizi Rahima Mahmud bilan ko'rishdi dedik. Shu vaqtda so'zlagan leksiyamiz desangizda bu vatandosh Angliya, Buyuk Britaniya 2024-yildan boshlab O'rta Osiyoga yurish qiladi, shunday deyishimiz kerak hisobda. Bu diplomatik yurish qilish
madaniyat va ma'rifat bobida yurish qilish, savdo tijorat bobida yurish qiladi qarshi olamiz dedik. Hali ham abadiy qarshi olamiz vatandosh. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden shuni dedi. Angliya, Buyuk Britaniya, O'rta Osiyo to'g'risida yuqoriqadek dedi. Bugun endi qo'shib keldik. Yaponiya O'rta Osiyoga kirdi. Yaponiya O'rta Osiyoda 5 davlat yuqori darajali suhbati o'tkazadi. Nada? Qozog'istonda dedik. Qarshi olamiz Amerika Qo'shma Shtatlari. Qarshi olamiz Buyuk Britaniya. Bir O'rta Osiyolik Uyg'ur sifatida qarshi olamiz. Yaponiya, Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari bu üç büyük davlatning O'rta Osiyoga qaratgan diqqatini va O'rta Osiyoga ko'ngil bo'lishlerini qarshi olamiz. Vatandoshlarım, Uyg'ur vatandoshlar, bugungi eng jiddiy vaziyat mana shu vaziyat. Yuqorida ko'rdik Ukrainani, endi ko'rdik O'rta Osiyoni, Yaponiya bilan qo'shib ko'rdik O'rta Osiyoni. 10 ayning 20 kuni esingiz va men sizga so'zildim. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden shundoq degan edi. Agar Ukraina bu urushda mag'lub bo'lsa yoki qo'ldan ketsa, butun Yevropa qo'ldan ketadi. Agar Hamas bilan Isroil urushida Hamas g'alaba qilib, Isroillar yengilib qoladigan bo'lsa, butun O'rta Osiyo qora hijobga yo'g'iladi. Agar Ulug' okeanda Tayvan bo'g'ozi qo'ldan ketadigan bo'lsa yoki Tayvan bo'g'ozida masala chiqib, Tayvan bo'g'ozi qo'ldan ketadigan bo'lsa, butun Ulug' okean qo'ldan ketadi. Bu bir asrlik tarixiy jarayonning xulosasi, asrlik tashqi siyosatning xulosasi va prezident Joe Biden hukumatining 3 yildan bir ishlagan xizmatlarining endi Tinch okean rayonida ishlagan xizmatlarining xulosasi desangiz bo'ladi. Bugungi vaziyat mana shu vatandoshim. Endilikda tunugun 29-kunidan boshlab Ukrainaga shiddatli hujum qildi Rossiya. Ukraina xalqi ham shiddatli qarshilik ko'rsatdi. Anda mushlarning hammasini yig'ib kelgan vaqtda yana tuyuqsiz o'ttirg'i chiqqan bir vaziyat shu bo'ldiki, Ukrainaning prezidenti Zelenskiy Italiya Vatikan Popi Fransisko bilan ko'rishdi. Ko'rishib, o'zining 10 modellik tinchlik suhbati to'g'risida Pop Fransisko bilan suhbat o'tkazdi vatandosh. Bu bir yuzlanish. Demak, Zelenskiy Rossiya bilan tinchlik suhbati yoki urushni oyoqlashtirish to'g'risidagi tinchlik suhbatini bugun Ukraina prezidenti Zelenskiy Vatikan Popi Fransisko bilan suhbatlashdi desangiz, bu katta yuzlanish. Katta yuzlanish vatandosh. Orliqda Vladimir Putin ham suhbat, tinchlik suhbati o'rnatish to'g'risida, qurish to'g'risida 4 tarqatdi deb sizlarga xabar yetkazdik. Sharti nima dedi? Hozirgi Rossiyaning g'albisi, ya'ni Ukrainaning sharqiy qismida Rossiya bosib olgan Donetsk, anandan keyin Lugansk, anandan keyin Zakharov, ondan keyin yana nimiti birisi Kherson. Mushu o'lkalarni Rossiya bosib olganligidan iborat bu g'albini yoki bu natijani ya tayyorlangan hozirgi holatni qabul qilishi kerak. Shuning bilan Osiyo tinchlik suhbatiga o'ltirdi degan. Bu qatim bu narsalar to'g'risida ifoda bildirmay turib prezident Zelenskiy 10 modellik tinchlik suhbati to'g'risida buni Vatikan Popi Fransisko bilan suhbatlashdi. Bu 10 turlik tinchlik suhbati to'g'risida hozirgacha bir ma'lumotni bermadi. Biz burun o'tirg'i chiqqanmi, chiqmaganmi? Chiqqan bo'lsa buni sizlarga yetkazatdik. Zodi nima? Mazmuni 10 turlik suhbat. Tinchlik suhbatining 10 turlik moddasi zodi nima? Buningda xabarimiz yo'q. Hozir bu mushu vaziyatlarga munosabat holda Ukraina prezidenti
Zelenski'nin Vatikan Pope Francisco ile elip bağan söhbeti. Yani uruş şiddetlik, Rusya hücum kıldı. Muşundaq peytde yani teşlik söhbeti. Bu belki bizden aldığımızdaki ete başlanıdağı yeni yılda asta konkret aldı oturuğa çıkışı mümkün vatandaş. Bu hem vaziyet doğrusudur. Sizlerge hem kısaca malumat, mezmun doğrusu bunu bədoq. Endi bu vaziyetle konkret tarafları bilen sizlerni uçraştırırız vatandaş.